nima qilsak daraxtlar sovuqdan yaxshi himoya qilamiz deydi. Hozir bir nechtasini aytib o'tib ketaman. Birinchi o'rinda daraxtlarni ko'rganingizda bilinib turadigan narsa mana daneli mevalarimiz barkin to'kib bo'ldi hammasi. Mana urug'li mevalardan Pink Lady Rosy Glow barki to'kilmagan. Bu nimani anglatadi? Qisman bo'lsa ham sokadvijeniya bor. Biz barkini qo'lda olib tashlash mumkin. Kam bo'lsa, daraxtingiz kichkina bo'ladigan bo'lsa, qo'lda olib tashlaylar degan video chiqarganmiz. Agar bu narsani qila olmaydigan bo'lsanglar, mis xelati bor. Mis xelatini sepishimiz kerak bo'ladi. Qo'lda qilib chiqishinglar xonadonlarda bu zo'r narsa. Hozir baklar bemalol to'kib tashlanglar bo'laveradi. Bu demak sovuqqa kurashishdagi birinchi qilishimiz kerak bo'lgan narsa. Ikkinchisi, qishga kirayotganda daraxtlarda tuprog'idagi namligi yuqori bo'lishi kerak. Bitta narsani tushuninglar, har qanday qora rangga yaqin bo'lgan ranglar kunduzida issiqlikni o'ziga quyoshdan kelayotgan nurlarda issiqlikni yaxshi oladi. Bu degani tuproq qiziydi degani. Agar oqish bo'lsa, quruq bo'ladigan bo'lsa, oqiroqqa yaqin bo'ladi, yaxshi issiqlik olmaydi o'ziga. Demak, nam berganimizdan keyin qoraroq rangga kiradi va maksimal issiqlikni kunduzda oladi va kechasida sovish natijasida bog'ga bu tuproq soviyotganda o'zidan issiqlik chiqaradi. Har qanday soviyotgan narsa o'zidan issiqlik chiqaradi. Shu sababli sovuq urushdan oldin yerda nami yaxshi bo'lishi kerak deymiz. Keyingi uchinchi qiladigan sovuqqa qarshi ishimiz bu yosh daraxtlarda, mana video davomida ko'rasizlar, yosh daraxtlarda har qanday material, nima imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, qop shularni kiydirib atrofini o'rab qo'yish. Bu ayniqsa ochiq bo'lgan, shamolli joylarda juda katta yordam beradi. Chunki sovuq aytaylik -5, -10 bo'layotgan bo'lsa, shamolli zonada 2-3 gradus past bo'ladi shamol bilan birga edi. 12-13 gradusgacha bu harorat ko'tarilgan, tushib ketadi degani, ya'ni zararlash imkoniyati bo'ladi. Shuning uchun shamolni biz to'sishimiz orqali 2-3 gradus daraxtlarni himoya qilib olishimiz mumkin bo'ladi. Bu narsa ham xonadonlarda odatda to'siq bo'ladi, shamol kam kiradi, lekin o'rab qo'yaman desangiz, yosh daraxtlar faqat o'rab qo'yishimiz kerak. Endi uzum, subtropik mevalarda, meva ko'chatlarida albatta ko'mish kerak bo'ladi yoki yaxshilab o'rab o'sha qishga olib kirishimiz kerak bo'ladi. Endi ko'pchilik mana tagiga ozuqa